Ellikqal'a tumani ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'limi tomonidan tashkil etilgan mazkur tadbir tabiat muhofazasi va atrof muhit tozaligi uchun hissa qo'shishga bel bog'laganlar bir guruh ko'ngilli yoshlarni bir joyga jamladi. Ellikqal'a tumanining Aqchako'l bo'yi odamlar ko'p gavjum bo'ladigan joy. Ammo afsuski, hamma ham bu yerda tozalikka amal qilavermaydi. Shuning uchun ham bu yerda ko'p hollarda turli chiqindilar tashlab ketilgan hollarni ham ko'p uchratish mumkin. Aslini olganda tabiatni toza, sof holicha asrash, chiqindilarni belgilangan tartibda belgilangan joylarga tashlash birgina tegishli soha xodimlarining emas, hammamizning vazifamiz hisoblanadi. Buni yaxshi anglagan ko'ngilli yoshlar esa hududning tozaligini ta'minlashda ekologiya xodimlariga ko'makchi bo'lishdi. Ona tabiatni asrash, avaylash, unga ehtiyotkor munosabatda bo'lish bir soha vakillarining burchigina bo'lib qolmasdan o'ylaymanki, butun bir insoniyatning burchidir. Ayni shu ma'noda bugungi kunda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, bizning tumanimizda atrof muhitni asrash, belgilanmagan joylarga chiqindilar tashlab ketilmoqda. Fuqarolardan va tadbirkorlik subyektlaridan iltimos qilib qolaman, chiqindilarni belgilangan o'rinlarga hamda maxsus idishlarga tashlashlarni. 5-iyun xalqaro atrof muhitni muhofaza qilish deb bejizga e'tirof etilmagan. Ana tabiatimizni asrash, avaylash, tabiatni o'z holida kelajak avlodga qaytarish har bir insonning burchiginadir deb o'ylayman. Darhaqiqat insoniyat farovonligi, atrof muhit salomatligi, iqtisodiyot samaradorligi yerimizda mavjud bo'lgan tabiiy resurslarni oqilona boshqarishimiz, ulardan tejamkorona foydalana olishimizga bog'liqdir. 5-iyun sanasi nafaqat ona yer tuhfalarini qadrlash, yerimizda mavjud bo'lgan boy biologik xilma-xillikni asrash kunidir. Birgina bu sanada emas, balki har kuni, har soatda barchamiz ona yerimizni qanday qilib muhofaza qilishimiz, uning tabiatini qanday asrashimiz, hozirda dolzarb bo'lib qolgan ekologik muammolarni qanday yechishimiz mumkinligi to'g'risida chuqur o'ylashimiz, shuningdek yer sharimizni yanada sog'lomroq, go'zalroq qilish yo'llarini izlashimiz lozimdir. Zero insoniyat hayoti yerning boyliklariga, havo, suv, yer sifatiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi.